Assalomu alaykum barchaga. Yana bir misolimiz tahlilini ko'rib o'tamiz. Ushbu misolimizda fent nima edi? Topmoq. Sum of yig'indisi. Agar mana shu ifoda tenglikni bu tomondagi ifodaga teng bo'lsa, a plus b plus c ning qiymati yig'indisining toping deyapti. Bunda eng oson usuli x qayerda x bo'lsa, bir qiymatini berib yuboramiz. Misolimiz qiyin ko'rinadi, lekin x o'rniga bir qiymatini beraversak, juda ham oddiy misol bo'lib qoladi. A taqsim 6 qo'shilgan x ga 1 beryapmiz. B taqsim 6 qo'shilgan c taqsim 6 teng minus 12 ko'paygan x ga 1 bersak, 5 dan 4 ni ayirsak 1 bo'ladi, 1 kvadrati 1, 12 ga ko'paysa 1 bo'ladi. Qo'shilgan 6 ko'paygan x ga 1 bersak 5, 5 dan 3 ketsa 2, 2 ni kvadrati 4, 4 kere 6, 4 kere 6. Buni mahraj bir xil bo'lgani uchun bitta mahraj qilib yozib olaman. 6 teng bo'ladi 24 ayrilgan 12. A plus b plus c taqsim 6 teng 12. Endi 16 ni tenglikni bu tomoniga ko'paytirishga o'tkazaman. A plus b plus c teng 6 ko'paygan 12. Bu ham teng 72 ga. Aynan bizlardan mana bu ifoda so'ralgan. Javob esa 72 ekan.